Yukarıda leksiyelerini görüp öttük vatandaş. Endilik sizinle muhakeme. Bu muhakeme kızık bir muhakeme his kıldınız yüzünüz. Bugün çislak 2023 yılı 3. ayının 30. gün haftalık Perşembe vatandaşım. Yüzünüz his kıldınız. 3. ayının 20. günü. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping Moskova'ya ziyaretke berip, endi yengila kol qilish buyruğu düşürülgen Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen görüştü vatandaş. İki devlet daisi Moskova'da uçraştı. Bu şu günlerde sizlerge bir haber ilan kıldık, leksiya sözlüdük. İsimlerde var. Mesela Amerika Koşmuş Ştatlarının koludu 2 dana bazgan. Onun biri Ukrayna. Mesela Ukrayna'ya yani 350 milyon dolar yardım berdiğen boldu Amerika Koşmuş Ştatları dedi. Onun biri Uyguristan'da soykırım, Uygur kişilik hukuk meselesi. İkinci bazgan idi. Sendel Moskova'da. Bu sendel üstüde Prezident Vladimir Putin, anden reis Xi Jinping. İki mesele. Ukrayna meselesi, Uyguristan meselesi. 20. günü de çakçak emez vatandaşların dünya siyaset tarihinde bu işler herkes çakçak emez. Fakat konkretleşip gelmegenliği için siz biz kaymak kalımız bu işler herkes çakçak emez vatandaşım. Del Uygurlarla münasebetli iki devlet Rusya ve Xitay'ın devlet rehberleri 3. ayının 20. günü Moskova'da uçraştı. Şu vaxtda ilan kılınan haberini yuqurlağı sizlerge eytdik vatandaşım. Bugün Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Taşkı İşler Ministeri Çengan neme depti vatandaşım? Bizning Moskova'ya berişimiz. Yoki reis Xi Jinping'ning Moskova'ya kelişi Amerika'nın mecburlishi bilan bo'ldi. Amerika besim işletip, Amerika qistab turib, reis Xi Jinping'ni Moskova'ya olib keldi. Neymiş ki vatandaş? Reis Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putin hamnepet so'risi qilib olsin debmi? Yoki iki devlet tabiiy gaz sodasini o'rinlashtirsin. To'xtam onunga bununga imzo qo'ysin deganlik uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bu iki devlet rahbarini Moskovada uchrashtirdimi? Oqmaydi bu gaplar. Kichik bolaga so'zlab bersimi, kichik bola bunun ishonmaydi. Undaqda Amerika Qo'shma Shtatlari besim ishiltib reis Xi Jinpingni Moskvaga vatibdi. Prezident Vladimir Putin'nin qishig'i vatibdi. Ukrayna meselesi 350 milyon dolar yardım berdiganligini e'lon qilib bo'ldi. Uyg'urning kishilik huquqi meselesidagi besimni e'lon qilib bo'ldi. Vaqti siz shu vaqtda nima dedik? Ukrayna meselesi bilan Uyg'uriston meselesi bugün Çingan o'zi e'tirof qildi vatandaş. Her bir cümlege, her bir abzasga Xi Jinping'ni maqtab turgan, her bir sifat so'zdagi singib turgan siyosatda besim işlet. Hoş, nimedir? Siz bir üzüpla. Muşu sebepten reis Xi Jinping Moskova'ya geldi. Konkret mesele muşu idi diyemeyiz. Ötkende ben tahlil kılıp sizlerge ettim ki 2021 yıl 6. ayının 16. gün Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden Shveysariyaning Cenva shahrida Rusya Federasyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Uyg'ur meselesi, maxsus Uyg'ur meselesi. 5-2 cümle Tayvan, lekin amaliyotda maxsus Uyg'ur meselesi. Uyg'ur meselesi to'g'ri to'xtaldi. Arlaqdaman 2 yil o'tdi deyli. 2022 yili vatandaşım 1 yilni siz Üzümüz şunun içi kirip kalganlık için his kılanmayımız. Siz mi hem şu haberini anlatıp şu vaka, şu terakkiyat, şu kişilik hukuk, şu oturup koyuş degende devletler, iki devlet, Amerika, çünkü otur iki devlet, oturuşta koyuluşu, Birleşken Devletler Teşkilatı yetip gelişi, koyuluşu, vatandaşa 2022 yılı del şu noktada Uygurların kişilik hukuk meselesi jeli dep eğitsakın boludu.
Özümüz şu vaqt sözlügen, leksiya sözlügen şundaq dedik mi, demedik mi? Kechikib qolgan bo'lsak, bugun dedik mana 2022 yil shundaq o'tdi. Endi yaqinda sizlarga nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasida Jungo masalasini moslashtirish, chiroyli aytilganda amaliyotda Jungo masalasini hal qilish ishxonasi, xizmat guruhi Erik apandi. Erik Waters apandi Jungo'ni bir hafta ziyorat qildi. Nimalarni o'rinlashtirdi dedik, savol qo'ydik. Konkretlik erishamadik. Dal shu kunda 20-qurultaydan keyin Beijingda markaziy komitet ichida xizmat ishxonasi. Shunaqa jamiyat xizmat ishxonasi. Shunday keldi vatandoshlar. Hozir endi biz vaziyatni tahlil qilib, mushuya kelganda 2022-yildagi bo'lib o'tgan ishlarni, bo'lib o'tgan voqealarni eslasak, shu yilning ichida o'zimiz buningdan ta'sirlanish yoki hayajon kelish yoki bu nima ish deb aytamizsakmi, lekin bugungi kunda mojilda, ya'ni 2023-yilda turib, anda Moskvaga nazar tashlasak, 3-oyning 20-kunidagi Moskva Prezident Vladimir Putin 3-oyning 17-kuni qo'l qilish buyrug'ining tushirilishi Gaagadan tunugun sözüldü. Amerika Qo'shma Shtatlari endi bu Gaaga sotqinligini Gollandiyada emas, Yevropada ikkinchi bir davlatga qurishga qo'shilamiz. Demak, eg'irlashib masala shu yerga yetib keldi. Endi bugun Chingang apandi nima dedi? Reis Xi Jinping va bizni Moskvaga avatgan besim ishlatib, qistab turib bizni Moskvaga avatgan Amerika Qo'shma Shtatlari deganda, Amerika Qo'shma Shtatlaridan sizning oldingizga, bizning oldimizga degan so'zlar yetib kelinmagan degan so'zlar nimadir? Tasavvur qilsangiz, qiyos qilsangiz, vaqt shu yerga keldi. Masala oldinga tashlandi. Sen bu masalani hal qilsan. Uyg'uriston masalasini hal qilsan. Tibet masalasini hal qilsan. Bironda boshqa yo'l yo'q. O'z qo'ling bilan hal qilsan. Chunki o'zing paydo qilgan masalalar. Asli Amerikaning lug'atida, siyosiy lug'atida yoki siyosiy okeanuslarda oldiga bir jumla, keyniga bir jumla qo'shilmagan bo'lsa-mi, Amerika Qo'shma Shtatlari genocide, soyqirım degan gapni eg'izga olgan kuni bu millat mustaqil bo'lish kerak deganlikdan bishorat berdi va direkt berdi vatandosh. Tushundingizmi? Buning ma'nosi nima? Bir millat ikkinchi bir millat hukmronlik qilayotgan ekan, uning hukmronlik soyqirım darajasiga ko'tarilgan ekan, demak bu ikki millat o'rtasidan ittifoqlashib, yarışıp bir davlatda yashash mumkinligi yo'q. Shunga sen bu millatning mustaqilligini tarix qurgan mustaqil davlatini xalqaro tartib bo'yicha qandoq sana qo'shib berilgan, sana chetib berilgan, sana setib berilgan bo'lsa, ham shuni bugun kayniga shunday yondirib, Uyg'ur degan millatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini, davlat qurish huquqini, siyosiy tanlash huquqini hammani chiroyliqcha, ya'ni xalqaro nizomnoma, xalqaro qonunlar, xalqaro kishilik huquq kitobnomasi o'tgan dedik-ku. Mustamlika millatlarga mustaqillik berish kitobnomasidek xalqaro kitobnomalarga asosini bugun sen o'zing hal qilasan. Demak, shu yerga keldi. Amerika mushundaq dedi deb qo'lingizga chiqib bir hujjatni qog'ozni ko'rishdanmisakmi? Hozir bo'layotgan ishga qarab beqing vatandosh. 3-oyning 20-kuni biz nima deb so'zildik? Orliqda nima deb so'zildik? 3-oyning 20-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lini ishga bosgan. Sandalga tushdi. Nerede? Moskvada. Sandal nerede edi? Moskvada. O sandalning ustidagilar kim edi? Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin, Junho Xalq Jamhuriyatining raisi Xi Jinping. Endi sizlar shundan keyingi 10 kun ichida voy Rossiyani ziyorat qilib beshtimaga erishamabdi. U bu to'xtam qo'l qo'yamabdi, nefit so'zi, gaz so'zi qilinmabdi. Qo'ying, bitta shu qattiq kerak matbuot xabar topolmaganda baga xabarlar.
Endi biz ahirida şunu deyki, Vladimir Putin jükünüp durup Reis Xi Jinping vataniga qaytadigan chaqda Reis Xi Jinpingning Putinni tizini quchoqlab, yelinib, yalvurup, nima degandi vatandoshim? Nefret savdosi qilaman deganmidi u? Tabiiy gaz savdosi qilaman deganmidi u? Men Ukraina hujum qilyaptim, harbiy qurol-yarog' bor deganmidi u? Buningda prezidentimiz Joe Biden izchil shundoq deb keldi. Nima dedi? Biz oldini elish uchun so'zlayotimiz, Jungo siz Rossiyaga harbiy qurol-yarog' sotib bermang deyotimiz, lekin hozir Jungoning harbiy qurol-yarog' sotib berganligidan to'liq xabarimiz yo'q degan bir jumlani haqiqatan so'zlagandek bo'ldi prezident Joe Biden. Hozir deyli vatandoshim tizini quchoqladi. Reis Xi Jinping o'tganda biz nima dedik? Uni boshqa ish tahlil qildik. Lekin cho'nqurlab kirmabdimiz. Endi kirib boqayli. Reis Xi Jinpingning tizini quchoqladi. Yevropalik prezident Vladimir Putin. Endi torbettir o'ynab chiqarib qo'ygan o'yinmikin degan to'q keyin kelgan bir parcha maqolada rost ekanligini qayd qildi vatandoshim. Nima deganda? Bu yerda Reis Xi Jinpingning tizini quchoqlash Reis Xi Jinpingning prezident Vladimir Putinga yetkazgan shafog'ati uchun emas, vatandoshim. Demak, prezident Vladimir Putin nima degan bo'lsa, nima talabni o'tirib qo'ygan bo'lsa, Reis Xi Jinpingning shuning ma'qul deganligidir. Tushundingizmi? Shunga Reis prezident Vladimir Putin ta'sirini yükünüp oldurup onun tizini quchoqladi. Chunki bu besim Amerika Qo'shma Shtatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi xalqaro besim ham Vladimir Putinning ustiga tushyotdi. Kishilik huquq so'yqirim masalasi bo'yicha, Ukraina va Ukrainaga tajovuz qilish urush masalasi bo'yicha ham Reis Xi Jinpingning zimmasiga tushyotdi. So'yqirim Uyg'urlarning kishilik huquqi masalasi bo'yicha ham Rossiyaga sen harbiy qurol-yarog' berma degan masala bo'yicha. Shunlashqa bo'libmi Uyg'urlar masalasida masalan alayli prezident Vladimir Putin xalqaro besim va xalqaro talab bo'yicha mushundoq ish edi. Reis Xi Jinping endi bu ishni tarixiy yo'sinda hal qilayli deganni Reis Xi Jinping qabul qildi. Shuning uchun u yukinib o'ldirib qo'l qilganlik yukinib o'ldirib Reis Xi Jinpingning tizini quchoqladi deydi. Xulosa chiqarsak bo'lamdi vatandoshim. Hamma mana sizlarga so'zlaganlik bo'yicha, xabarlar bo'yicha, faktlar bo'yicha mushunchalik tahlil qildik. Endi kam yer bo'lsa yana davomli tahlil qilamiz vatandosh.